Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni 10 minutlik ko'rsatma loyihasining navbatdagi video darsligida ko'rib turganimdan xursandman. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib qo'ying. Xo'p, bugun o'tadigan video darsligimiz fe'l va sifatga qo'shilib hozir zamon qo'shimchalari, ya'ni ayo, oyo, yoyo, hayo qo'shimchalari bo'lar ekan. Unda biz birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, umumiy qoida ma'nosi birinchi shaxsga nisbatan yapman, ikkinchi shaxsga nisbatan yapti, ko'pchilikda yaptilar bo'lar ekan. Ya'ni ayo, oyo, yoyo, hayo so'zlarining birinchi shaxsga nisbatan yapman, ikkinchi shaxsga nisbatan yapti, ko'plikda esa yaptilar degan ma'nosi bor ekan. Qoida fe'l va sifatga qo'shiladi, norasmiy qo'shimcha hisoblanadi. Xo'p, yana bir qoidamiz bor ekan. Fe'l va sifat so'zlari doim da bilan tugar edi, ya'ni da bu moq edi ma'nosi. Da bilan tugagan so'zlar tugallanmagan so'zlar hisoblanar edi. Endilikda biz o'sha dani olib tashlab, hozirgi zamonga tushlab gaplarni tugallab qo'yamiz. Xo'p, birinchi qo'shimchamiz ayo qo'shimchasi. Qoida: agar fe'l va sifat so'zlaridan dani olib tashlaganimizda a yoki o bilan tugasa, ayo qo'shilar ekan. Xo'p, bu yerda sada sotib olmoq, da olib tashlaymiz va bu yerda ta qoladi. Bu yerda a bilan tugayapti. Grammatikani olib qo'ysak, ikkita a bo'ladi, o'sha ikkita a bittaga o'zgarib ketadi. Ya'ni bitta bo'lib ketadi ikkita. Shunda bizda sayo bo'lib ketadi. Ya'ni sotib olyapman. Tarjimasi sotib olyapman bo'ladi. Xo'p, bu yerda kada bormoq, da olib tashlanadi va ka qoladi. Grammatikani olib qo'shsak, ikkita a bo'lib qoladi. O'sha ikkitani bitta qilib yuboramiz, lekin kayo qilamiz, ya'ni boryapman bo'lar ekan. Ya'ni oda kelmoq, da olib tashlanadidagi oni o'zi qoladi. O bilan ani biriktiramiz, ya'ni grammatikani olib kelamiz, biriktiramiz. Bu yerda o bilan a difton hosil bo'ladi degan va difton hosil bo'lib, vayo, ya'ni kelyapman so'zi hosil bo'ladi. Xo'p, bu yerda namuna uchun so'zlar pangil sayo, ya'ni nonni sotib olyapman. Pangil sayo, nonni sotib olyapman. Ikkinchisi tosagone kayo, kutubxonaga boryapman. Xo'p, bu yerda misol uchun pangil sayo bu birinchi shaxsga nisbatan bo'lyapti. Ya'ni o'zimga nisbatan aytyapman. Pangil sayo, nonni sotib olyapman. Endi ikkinchi shaxsga nisbatan qilamiz. Sumishi pangil sayo, sumishi nonni sotib olyapti. Endi ko'plikda qilmoqchi bo'lsak, uri pangil sayo, biz nonni sotib olyapmiz deb tarjima qilsak ham bo'lar ekan. Xo'p, navbatdagi bu yerda tugallanmagan so'zlar berilgan. Bu so'zlarga ayo hozir zamon grammatikasini qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Buni daftarga bajarasiz. Xo'p, endi oyo qo'shimchasi. Qoida bo'yicha fe'l va sifat so'zlaridan dani olib tashlaganimizda boshqa unumlar va undoshlar bilan tugasa, oyo qo'shiladi. Ya'ni kim ayoni qo'shmoqchi bo'lsak, a va o bilan tugashi kerak edi. Endilikda oyoni qo'shmoqchi bo'lsak, o'sha a yoki odan tashqari barcha unumlar bilan tugasa, oyo qo'shilar ekan. Endi burada misollarda sida bu da olib tashlanadi va isi ham olib tashlanadi. Bu yerda soyo, ya'ni soyo bo'ladi. Xo'p, bu yerda moqda so'zning oxirida, eng oxirida o bilan tugayapti. Endi oyoni qo'shamiz, mogoyo, ya'ni yeyapman tarjimasi chiqadi. Xo'p, peuda o'rganmoq, da olib tashlanadidagi grammatik olib qo'shiladi. Ya'ni bu yerda ham difton hosil bo'lyapti. Pevoyo diftoni hosil bo'lyapti. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Pevoyo o'rganyapman bo'lyapti. Xo'p, bu yerda namuna uchun so'zlar chegir ilgoyo, ya'ni kitob o'qiyapman. Ya'ni bu birinchi shaxsga nisbatan bo'lyapti. Endi ikkinchi shaxsga nisbatan ishlatmoqchi bo'lsak, sumishi chegir ilgoyo, ya'ni sumishi kitob o'qiyapti. Endi ko'plikda aytmoqchi bo'lsak, uri chegir ilgoyo, biz kitob o'qiyapmiz deb aytishimiz mumkin koreys tilida. Hop, bu yerda ikkinchi namuna Kirill Koroyo yo'lda yuryapman. Yo'lda yuryapman. Munjiril Pulloyo, ya'ni masalani yechayapman deb tarjima qilinar ekan. Hop, bu yerda ham tugallanmagan so'zlar berilgan. Bu so'zlarga oyo grammatikasini qo'yib to'g'ri yozishingiz kerak bo'ladi. Buni ham daftarga bajarasiz. Xo'p, navbatdagi yoyo qo'shimchasi. Qoida bo'yicha fe'l va sifat so'zlaridan dani olib tashlaganimizda oxirida i unlisi bilan tugasa, yoyo qo'shiladi. Ya'ni mashida da olib tashlanadi va bu yerda mashi qolyapti. So'zimizning oxiri i bilan tugayapti. Endi
oyoni qo'shamiz, mashyoyo bo'ladi. Ya'ni mashyoyo ichyapman tarjimasi beradi. Mashyoyo ya'ni ichyapman tarjimasi. Xo'p, kidarida da olib tashlanadi, yo qo'shiladi. Kidariyo xo'p, bu yerda kidaryo bo'lar ekan. Xo'p, karechida olib tashlanadi, yo qo'shiladi. Karechyoyo bo'lib tugallanar ekan. O'zi i unisi bilan tugaydigan so'zlar juda ham kam. O'shaning uchun bu tugash yo bilan tugashiga misollar juda ham kam. Xo'p, heyo grammatikasi, ya'ni fe'l va sifat so'zlar oxirida hada bilan tugasa, heyoga o'zgarar ekan. Ya'ni ko'ngbu hada, ko'ngbu heyo qilib o'zgartirar ekanmiz. Chonxua hada, ya'ni chonxua heyo qilib o'zgartirar ekanmiz. Endi buni birinchi shaxsga nisbatan qilmoqchi bo'lsak, chonxua hada, telefon qilmoq. Chonim chonxua heyo bo'lsa, men telefon qilyapman. Ikkinchi shaxsga nisbatan sumishi chonxua heyo, sumishi chonxua heyo, sumishi telefon qilyapti. Ya'ni ko'plikda aytmoqchi bo'lsak, uri chonxua heyo, biz telefon qilyapmiz deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Ya'niki asosiy ma'no so'zning oxiri hada bilan tugagan bo'lsa, biz heyo qilib yakunlab qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, bu yerda ham hadali so'zlar berilgan, ya'ni tugallanmagan so'zlar, bu so'zlarni heyo qilib o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buni ham daftarga bajaramiz. Va do'stlar, shu joyda biz hozir zamon grammatikalarini mukammal tarzda o'rganib oldik. O'ylaymanki, bu sizga juda ham qiyin bo'lmadi. Bu grammatika juda ham oson grammatikalar. Bugungi darsimiz shu joyda nihoyasiga yetadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi video darsida ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.